Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah subhanahu ve ta'alaga beadad maqtovlar, hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellemga salovat salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi suhbatimiz inshaalloh payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellemning hadislari la tahqiranna minal ma'rufi shay'a. Yaxshilikdan biror bir narsani kam hisoblamanglar. Wala in talqa akhaka biwajhin taliq. Birodaringizni, do'stlaringizni, yaqinlaringizni chiroyli yuz bilan, tabassum bilan, ochiq chehra bilan to'sib olishlik, kutib olishlik, ko'rishishlik, mana buni o'zi ham sadaqa degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislariga ko'ra. Ya'ni insonlarga tabassum qilishlik masalasi. Aytiladiki, ulamolarimiz insonni qalbiga yetib boruvchi yo'llarni eng yaqini, eng qisqasi va natijani eng chiroyli beradigani bu qaysi inson Allohga iymon keltirsa, bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislari, kim Allohga iymon keltirsa va qiyomat qoim bo'ladi deb ishongan bo'lsa, fal yukrim dayfahu, kelgan mehmonini chiroyli kutib olsin. Ulamolarimiz mana shu hadisni sharhida aytishadi, kelgan mehmonga keng katta dasturxon solinsa-yu, lekin uyini egasi tabassum qilmasdan g'azab qilib qovoqlarini solib turadigan bo'lsa, solingan dasturxonlarning hammasini foydasi yo'q. Solingan dasturxonlarning hammasini foydasi yo'q. Ammo qaysi inson uyga mehmon kelsa-yu, mana shu kelgan mehmonni oz dasturxon bo'lsa ham yengillik bilan kutib olsa, lekin har safar uyga kelganda, mehmonni huzuriga o'tirganda, mehmon bilan suhbatlashganda tabassum qilib, o'sha mehmonning huzuridagi dasturxon emas, balki mehmonga qilingan hurmat, ehtirom. Ya'ni ulamolarimiz aytishadi, mana shu mehmonga qilingan tabassum eng katta mukofot bo'lib hisoblanadi. Aytaylik, mehmonga juda ham katta dasturxon soling, ammo mehmonga qovoqlaringizni solib turibsiz. Umuman bizning shariatimizga to'g'ri kelmaydi. Lekin dasturxonimiz uncha katta emas-u, mehmonga har safar tabassum bilan, xursandchilik bilan, minnatdorchilik bilan, ochiq chehra bilan, chiroyli yuz bilan oling mehmon, mehmon bo'ling, xursand bo'ling deyiladigan bo'lsa, mana shu mehmonning haqiqiy haqqini ado qilishlik degan so'z. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislariga qaytadigan bo'lsak, hadisda aytibdilarki, birodaringiz bilan ko'rishganda ochiq yuz bilan deb. Ba'zi bir insonlarni ko'rsangiz, tashqi ko'rinishlari doimo to'siq, qovoqlari solingan, xuddiki dunyodagi eng katta tog'ni yelkasiga ko'tarib turganday, yo dunyodagi eng katta g'am, tashvish mana shu insonning bo'yniga yuklanganday, juda ham qovoqlari solingan holatda ko'rinadi. Ammo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam insonlarga, jinlarga va qiyomat kunigacha bo'lgan hamma ummatga payg'ambar qilib yuborilgan zot ma ru'iya Jarir ibn Abdullah raziyallohu anhudan bu hadis adashmasam, ma ru'iya an-nabiy sallallohu alayhi vasallam yoki munzu an aslamtu, men islomga kirganimdan beri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni faqatgina tabassum qilgan holda ko'rdim dedilar. Faqatgina tabassum qilgan holda ko'rdim. Ba'zi bir insonlar ota bo'lsa yoki uyga mas'ul bo'lsa yoki boshqa biror bir joyda sal mas'uliyatda bo'ladigan bo'lsa, darrov g'azab qilishadi. Mana birodarlar, e'tibor beradigan bo'lsak, hattoki katta davlatlarning boshliqlari ham doimo bir-birlar bilan ko'rishgan paytda, uchrashgan paytda tabassum bilan turishadi. Tabassum insonga bezak bo'ladi. Tabassum payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari. Ayniqsa yaqinlardan boshlab, ota-onalardan, aka-ukalardan, farzand ahli ayoldan, do'styor birodarlarni ko'rganda tabassum qilishlik. Yana ulamolarimiz aytishadi, masalan, insonning qo'lida insonni ajratib turadigan har xil chiziqlar bor. Pechatka deydi, qo'lni izlari, bosomat deydi buni arab tilida. Insonning yuz qismida ham mana shunday narsa eslab qolinar ekan. Bu qanday bo'ladi? Masalan, ba'zi bir insonlarda eslab qolsanglar, doimo tabassum qilgan holda eslaysiz. Ba'zi bir insonni eslasangiz, doimo qovoqlari solingan holda eslab qolasiz. Siz bilan meni insonlar eslagan vaqtida, o'zimiz yo'q paytlarda gaplashgan vaqtida tabassum bilan, ha, boyagi insonmi? Doimo kulib turadigan, tabassum qilib turadigan insonmi deb eslashlari kerak. Ya'ni dunyoviy insonlar aytishadi, ya'ni insonning tashqi ko'rinishi boshqa insonning aqlida suratga olinib qolar ekan.
So'ngra eslagan vaqtida yoki qovog'ini solganini yoki tabassum qilgan vaqtlarini eslaydi. Shuning uchun birodarlar, tabassumni ko'paytirishligimiz kerak. Chunki bu payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning so'zlari. Musulmon inson qaysi o'rinda yaxshilik bo'lsa ham mana shu yaxshiliklarni olib ketaveradi. Bu yaxshi so'zlarning biri Xitoy xalqining so'zi bor ekan. Aytar ekanki, agar savdogar bo'lmoqchi bo'lsang, avval tabassumni o'rgangin. yoki agar savdoing yurishini xohlasang, tabassumni o'rgan, so'ngra do'kon och. So'ngra supermarket och. So'ngra katta tijorat markazlarini ochgin va albatta tabassum qilishni o'rgangin deb hatto dunyoyimiz uchun ham kerak bo'ladigan. Bozordagi ba'zi bir savdogar birodar aka-ukalarimizga e'tibor bersangiz, borganingizdan tabassum bilan chiroyli kutib olishadi. Ammo ba'zilariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, umuman kerak bo'lsa oling, kerak bo'lmasa olmang degan so'z bular juda ham kam kuzatiladi. Ya'ni dunyo kerak bo'lsa ham, oxirat kerak bo'lsa ham inson tabassum qilishligi kerak ekan. Hattoki ulamolarimiz g'am tashvishga tushganda ham inson tabassum qilish kerak. Yaxshilik ko'rganda ham inson tabassum qilish kerak. Tabassum haqida ulamolarimiz aytishadiki, inson bilan insonning o'rtasida muhabbatni ramzi tabassum bo'lib hisoblanadi. Va undan tashqari g'azabi chiqqan inson tabassum qiladigan bo'lsa, boshqa insonga nisbatan tabassum qilib kuladigan bo'lsa, narigi insonning g'azabi to'xtar ekan. Bir ayolni aytishadi, kelin o'zini qaynonasidan juda ham shikoyat qilibdi. Boshqa bir ayollarga shikoyat qilganda bir sherigi o'rtog'i bunga maslahat berayotgan ekan, agar sen yana qaynang so'kadigan bo'lsa, rasa so'kayotgan paytda tabassum qil debdi. Qanday qilib qilaman desa, 1, 2, 3 marotaba qilasan, o'zi so'kishdan to'xtaydi. Yana bir safar kelinni qarab, nima uchun unday qilmadingiz, nima uchun mana unday qilmadingiz deganda, kelini chiroyli tabassum qilibdi. Shunda haligi qaynonasi nima qilishini bilmay so'kishdan to'xtagan. 1, 2 marotaba shunday qilgandan keyin so'kishlari ozaygan. Ustozlar shogirdlarga, aka-ukalarga, qarindoshlarga so'kayotgan paytda chiroyli yuz bilan tabassum bilan qarab tursa, bu eng katta qurol bo'lib hisoblanadi. Tabassum qildimi, darrov so'kishdan to'xtaydi. Yomonlik qilishdan to'xtaydi. Betar qovog'ini solib g'azab qilsa, u inson yanada qattiq so'kishligi yoki yanada qattiq buni jazolashligi mumkin ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar, birodaringizni chiroyli yuz bilan to'sib olishlik, kutib olishlik, unga chiroyli yuz bilan muomala qilishlik bu sadaqadir, bu yaxshilikdir deyapti. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni doimo yaxshilik qiladigan insonlarning qatorida qilsin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.